Uyingizda 1 million so'm bor. Qaysi hayvon eng tez 2 barobarga ko'paytiradi? Javob sizni lol qoldiradi. Javob: quyon. Birta ona quyon yiliga 30-40 ta bola beradi. 8-12 haftada bozorga tayyor. Sigir, qo'y, tovuq hech biri bu tezlikda ko'paymaydi. Birinchi zot, New Zelandiya oq quyoni. Go'sht uchun eng mashhur. 8-10 haftada 2,5 kilo. Parvarishi oson, kasallikka chidamli, fermerlarga eng mos zot. Ikkinchi zot Angora quyoni. Juni uchun boqiladi. Bir uncha juni 10-30 dollar. Har 2-3 oyda qirqiladi. Ko'rinishi g'alati, lekin daromadi katta. Uchinchi zot, Kaliforniya quyoni. Go'sht va teri uchun ideal. Oq tana, qora quloq, qora burun, ko'rinishi noyob. Tez semiradi, ko'p bola beradi. To'rtinchi zot, Rex quyoni. Terisi uchun qimmat, ipaydek yumshoq. Bir teri 5-20 dollargacha. Go'shti ham mazali, ikki maqsadda foydali. Beshinchi zot, Flander giganti. Eng katta quyon zoti, 7-10 kilo. Go'shtdan 2-3 barobar ko'proq chiqadi. Quyon boqishda 3 ta sir: toza joy, muntazam yem, stressdan saqlash. Qafas katta bo'lsin. Quyon 4 tomonga pul keltiradi. Go'shti, juni, go'ngi, nasl quyonlar. 10 ta quyon, 1 yilda 300 ta bola, 1 million so'm bilan yaxshigina daromad. 5 ta noyob zot. Qaysi biri sizga mos? Pastga yozing. Obuna tugmasini bosish esdan chiqmasin.